2024-yilda hayotni sev kursingizni yutib olganman. Odam qo'shib keyin o'zim kursingizda o'qidim. Undan keyin 2025-yilgi hayotni sev kursingizda o'qidim. Endi ishonsangiz shunaqangi orzu maqsadlarimga erishyapmanki, son sanog'i yo'q. Allohim shunaqangi yo'q. Qani maqsadingiz bittasini aytingchi Sevziyorimdan. 3 ta davlatga sayohat qildim. Bir, ikkinchisi xalqaro konferensiyada ishtirok etdim. Zulfiya nomidagi davlat mukofoti viloyat bosqichida ishtirok etdim. Ko'plab davlatlarda sayohatlar qildim, grantlar yutdim. Shunaqangi yutuqlarim cheksiz, tasvirlab bera olmayapman hozir aytib. Bilasizmi Hilol opa, 2025-yilgi maqsadlarim qatorida siz bilan jonli uchrashuvda ko'rishish. Sizni maqsadingiz ekanda betga yetib kelishim. Quchoqlashish xohlagandim, ko'rishishni yozgandim. Hattoki hayot xaritamga rasmingizni yopishtirgandim, ishonasiz? Yana kim yopishgan hayot xarit? Qanday so'z aytishni xohlardingiz Sevziyorimdan? Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hamma maqsadlarimga, orzularimga siz sabab erishishni o'rgandim. Siz sabab harakat qilishni, o'rnimdan turishni o'rgandim. Siz sabab mas'uliyatli bo'lishni, yoshsan deyishiga qaramasdan, qanaqa yosh bo'lishimizdan qat'iy nazar o'rnimizdan 16 yoshmisiz? 16 yoshli qiz.